Qutadg'u bilik. Muqaddima. Uyg'urlar uzun tarixga, mo'l madaniyatga va qimmatlik madaniy meroslarga ega qadimiy bir millat. Ulug' vatanimiz Jongoning birlikka kelgan ko'p millatlik va porloq madaniyatga ega mamlakat bo'lib shakllanishida Uyg'ur xalqimi boshqa qarindosh millatlarga o'xshashla turli tarixiy davrlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarda muhim rol o'ynagan. Bo'libmi vatanimizning mo'l madaniyat g'azinasini betishga cho'ng tuhfalarni qo'shgan edi. Ana shunday tuhfalarning biri Uyg'ur xalqining 11-asrda yashagan buyuk mutafakkiri va donishmand shoiri Yusuf Xos Hojibning o'lmas asri Qutadg'u bilik dastonidir. Bu daston Uyg'urlarning Islomiyat qabulidan keyingi yozma adabiyotidan hozircha zamonimizga yetib kelgan tunji badiiy asar. 11-asr Uyg'ur adabiy tilining eng yaxshi namunasi ham Qorxoniylar davri ijtimoiy hayoti bilan ijtimoiy ideologiyasining ro'shan inkosi va ifodasidir. Bu daston butun Uyg'ur madaniyati tarixidagi porloq namoyanda bo'lish sifati bilan O'rta Osiyo madaniyati tarixidami zo'r qimmatga ega. 10-11-asrlarda bizning hozirgi birlikka kelgan ko'p millatlik vatanimizda bir qancha hokimiyat tang mavjud bo'lib turgan edi. Shimoliy Jungoda Kidan, ya'ni Qitanlar hokimiyati. Janubiy Jungoda Song sulolasi. G'arbiy Shimol egizligining bir qismida Tang'utlar hokimiyati. Xeshi koridorida Ganju Uyg'ur hokimiyati. Turpan o'ymonligi va uning atrofidagi bir qism joylarda Quju, ya'ni Ediqut Uyg'ur hokimiyati. Kuchaning g'arbidan tortib Buxorogacha va shimolda Issiqko'ldan tortib janubda Xotangacha bo'lgan kang zaminda Qorxoniylar hokimiyati mavjud edi. Dastlab Balasag'un shahrini, ondan Qashqar, ya'ni O'rdikantni poytaxt qilgan Qorxoniylar hokimiyatimi Uyg'ur xalqining ajdodlari tomonidan qurilgan bir sulola bo'lib, bu sulola milodiy 9-asrdan 13-asrning boshlarigacha davr surgan va butun O'rta Osiyo rayonining iqtisod ham madaniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynagan edi. Qorxoniylar sulolasi bo'libmi 11-asrda zo'r gullanish davriga kirdi. Bu davrda bir tarafdan allaqachon boshlanib ketgan yezigilik va qo'l hunar sanoati ijtimoiy ishlab chiqarish kuchining asosiy qismi bo'lib qolish natijasida o'ltiraqlashish va shaharlashish umumlashib ketdi. Qashqa, Borchuq, Balasag'un, O'trar, Farab, Samarqand va shuningga o'xshash yirik iqtisod, savdo va madaniyat markazlari maydonga keldi. Yana bir tarafdan uzun tarixga ega milliy an'anaviy madaniyat asosida islom madaniyati va mamlakatimizning o'rta tuzlangligi madaniyatining munavvar omillarini qabul qilish bilan Uyg'ur xalqining madaniyat tarixida yangi bir davr boshlandi. Bu yangi davr madaniyati toki 13-asrgacha g'arb madaniyatidan eshib ketgan edi. Ana shu chaqlarda Qorxoniylar sulolasi tavasida Abu Abbos Farg'oniy, Abu Nasr Farabi, Abu Rayhan Bironi, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshig'ari qatorliq ulug' olim, mutafakkur va shoirlar maydonga keldi. Sharqdagi buddachi Ediqut Uyg'urlari ichida Sanqu Soli To'tun qatorliq buyuk olim va tarjimonlar yetishib chiqdi. Diniy ayrimliklardan qat'iy nazar o'z davriga nisbatan yuksak saviyaga ega bir butun Uyg'ur madaniyati vujudga keldi. Qutadg'u bilik dastoni ana shunday bir tarixiy sharoitda maydonga keldi. Qutadg'u bilik o'zining qurilmasi va mazmunidan elib aytganda oldi bilan bir adabiy asar va Uyg'ur dastonchiligining tipik namunasidir. Uningda lirika omillari bilan ipik bayon, dramalik epizodlar bilan tabiat tasviri, obrazlik tasavvur bilan shaxs, ya'ni odam xarakteri, falsafalik tafakkur bilan majoz, ya'ni metafora nihoyat ustulik bilan jipslashtirilgan. Lekin u muhabbat dastoni yoki qahramonlik dastoni emas, shundoqla ba'zilarning aytganidek nuqul pand nasihat, ya'ni didaktika kitobi emas.
Bu ayni zamon ijtimoiy hayoti bilan zish bog'langan, o'z davriga nisbatan realligi intayin kuchli bo'lgan adabiy asardir. Qutadg'u bilikdiki nurg'un tasvirlarda realizm nuri chaqnab turadi. Muallif o'z davridagi ijtimoiy turmushni quruq pand nasihatga tayinib emas, balki badiiy usul bilan personajlar obrazini yaratib, konkret voqea epizodlari orqali aks ettiradi. Asardagi 4 personaj o'zaro bir-birini yo'rtib beradi. Ularning xarakteridagi farqlar personajlarning bir-biriga tamoman o'xshamaydigan hayot falsafasi va faoliyatlari orqali gavdalantiriladi. Mana bu nuqta Qutadg'u bilik dostonini boshqa har qanday pand nasihat xarakteridagi asardan farqlantirib turadi. Qutadg'u bilik qadamiy va yuksak bir milliy madaniyatning bevosita mahsuli bo'lib, u adabiy asar bo'lish bilan birga ham tarix, ham falsafa, ham siyosatnoma yoki davlatshunoslik, ham ijtimoiy ta'lim-tarbiya va uzoq o'tmish hayot bilan Qarxoniylar davridagi real hayotni o'zida mujassamlashtirgan sistemalik bir ilmiy asar. Shuning uchun u Sharq madaniyatini, Uyg'ur va boshqa turkiy tilda so'zlashadigan xalqlar tarixini, bo'libmi Qarxoniylar saltanati tarixi bilan Uyg'ur tili va adabiyoti tarixini, qadimki ajdodlarning falsafa, huquq, ya'ni qonun, etika, ya'ni axloq, ta'lim-tarbiya, diniy e'tiqod, dunyo qarash, urf-odatlarni tadqiq qilishda zo'r ilmiy ahamiyatga ega.